Bilishim bo'yicha hali O'zbekistonga yetib bormagan interyerlardan biri hisoblanadi. Pimento Ebony bu SV komplektatsiyalarda taqdim qilinadigan opsiyalardan biri bo'ladi. Agar ahamiyat beradigan bo'lsa, boshqa joylarda umumiy hamma yoq bir xil bo'ladi, lekin bu avtomobilimiz eksklyuzivniy bo'lganligi uchun ikki xil rangda. Bittasi och qizil, ikkinchisi qop-qora bo'ladi. Yana bitta ahamiyatli joyi shundaki, Meridian Signature akustikalari hattoki o'rindiqning orqa taraflariga ham o'rnatilgan bo'ladi. Har doimgidek monitor va touchpadlar siz uchun xizmat qiladi. Insoniyat tarixining eng yumshoq avtomobillaridan biri aynan shu bo'ladi. Sababi pnevma podveska adaptivniy bo'ladi, Brembo tormoz sistemasiga ega bo'ladi va qo'shimchasiga R23 metalik dizaynidagi diskalariga egadir. BMWning afsonaviy dvigateli o'rnatilgan bo'ladi. 4 litrli twin turbo V shakldagi 8 silindr 530 ot kuchi, chunki o'zi P530 bo'ladi va 750 Newton metrga ega bo'ladi. Ma'lumotlarga qaralganda bor yo'g'i 6 sekundda 0 dan 100 gacha qo'zg'alib qo'yishi mumkin. Bu degani yengil sedanlar bilan bemalol raqobat qila oladi degani. Narxi esa bor yo'g'i 207 ming AQSh dollari. Agar sizga ham o'zbek segmentiga deyarli ko'rsatilmaydigan avtomobillarning e'loni, batafsil ma'lumoti va narxlari bilan qiziq bo'lsa, Telegram kanalimizda batafsil yoritib boriladi. Havola profilning yuqori qismida.